soliq qarzi sabab elektringiz o'chishi mumkinligini bilasizmi? Hurmatli fuqarolar, yaqin kunlarda yangi tartib joriy etiladi. Endilikda 1 million so'mdan ortiq mol-mulk yoki yer solig'i qarzdorligi mavjud bo'lgan jismoniy shaxslarga nisbatan qarzdorlikni undirish jarayonida elektr energiyasi billing tizimi mexanizmidan foydalaniladi. Statistikaga ko'ra, Jizzax viloyatida mol-mulk va yer solig'i to'lovchilari soni 30.852 nafar. Ularning jami soliq majburiyati 343.2 milliard so'mni tashkil etadi. Shundan 1 million so'mdan ortiq qarzdorlar soni 24.719 nafar. Qarzdorlik summasi esa 91.7 milliard so'm. Har oyning 3-sanasiga qadar qarzdorlarga rasmiy ogohlantirishlar yuboriladi. Agar abonent ogohlantirish olinganidan keyin 5 kun ichida qarzni to'lamasa, elektr energiyasiga cheklovlar joriy etilishi mumkin. Jarayon inson omilisiz, avtomatik tizim orqali amalga oshiriladi. Soliq qarzdorligini o'z vaqtida to'lang. Aks holda elektr energiyasi ta'minotiga cheklov qo'yilishi mumkin.